Assalomu alaykum qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi toza hisor zotli qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Akalar, navbatdagi partiyamiz yetib kelgan haqiqiy gigant variantlardan 2025 chempion qo'zilari kelgan akalar, xudo xolasa. Sifatga ham, go'sht yo'nalishida, zot yo'nalishida, xudo xolasa hammasini qirg'iz qo'chqarda ham xudo xolasa damini beradigan qo'chqorlarimiz yetib kelgan akalar, xudo xolasa. Qo'chqarda haqiqiy gigant variant kelgan akalar. Plus quloq boshlari butun tikkadim va yormadim va haqiqiy tiniqlari kelgan akalar. Akalar, qo'zini haqiqiy bosoradigan xonasi kelgan akalar. O'ylanmasdan xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Qo'zini hop yosh oyliklar akalar, bularda 6 oylik plus minus atrofida, bo'ylari ham 70 plus minus atrofida akalar. Qo'zini akalar ishonavering, lubitillari kelgan. Dangal tavsiya qilaman akalar, tez aloqa chiqib bu qo'zlarni o'zingiz olib qo'ying akalar. Xudo xolasa maza qilib uzoqroq boqsangiz ham haqiqiy 150 kg, 200 kg ni bemalol uradigan qo'chqorlar kelgan akalar. O'ylanadigan joyi yo'q. Ochiq qo'ydim. Shunday aloqa chiqinglar akalar, qo'zini maza qilib boqasizlar. Qo'zlar yoqqan bo'lsa akalar, bittadan like bosib, podpiska qo'yish umuman esdan chiqmasin akalar. Rivojdan ko'ring qo'zlarni. Shu jonivorlar. Haqiqiy yirik variant akalar. Bu qo'ylar bor, eski qo'zi 8 oy 10 oylik desa ham odam ishonadi, lekin unaqa emas. Ochiq qo'ydim, xudo xolasa borini aytib deb sotilaveradigan variant akalar. Mana qo'zlarni qarang, bundayroq yo'q akalar. Quloqlari butun 100% ga akalar, qulog'i butun qo'zlardi. 21 bosh akalar, 6 oylik plus minus atrofida akalar. Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar akalar. Quloqlari butun. Bosoradigan joyda akalar, o'ylanmasdan. Narxi ham xudo xolasa bomba bo'ladi. Akalar, bunaqa qo'zlarni o'zim ham ko'rib yuribman. 3.600.000, 3.5 million so'm qo'yishyapti. Lekin arziydi ham qo'zlar shunaqa narxga. Xudo xolasa bugun qo'ldan kelgancha narxni sindiramiz akalar. Xudo xolasa aloqa chiqasizlar, narx bugun sinadi. Mana qo'zini haqiqiy yirik variantini olaman. Bir qora bo'lsa, qulog'i butun bo'lsa degan aka-uka, do'sti birodar, hoji aka, hoji bola, xudo xolasa shunday o'ylanmasdan aloqa chiqaverasizlar. 21 bosh, 6 oylik plus minus atrofida akalar, qo'zini eng yirik varianti mana akalar. Xo'p, manzil Namangan, viloyat Namangan tumani Tepaqo'rg'onda turibdi akalar. Bugun hafta kuniga akalar shanba, chislamiz 3-may akalar, xudo xolasa aloqa chiqasizlar. Qo'zini haqiqiy yirigi kelgan akalar. O'ylanmasdan bosoradigan joyda hoji bola. Qulog'i butun varianti, bunaqa yirik varianti har yerdan kelavergan yo'q. Kuzatib turibsizlar o'zlaring. Xudo xolasa o'zimiz obunachilarimiz shunday aloqa chiqasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun qo'ydi narxini 3.400.000 emas, 3.300.000 so'mdan bir joyga ketaveradi. Dastlabki xizmati bor. Xudo xolasa vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqand, inshaalloh Buxorogacha akalar besplatni yetkazib beraman. Aloqa chiqasizlar akalar, xudo xolasa ish bitadi. Hammasini bir joyga olaman degan odam bo'lsa, Buxorogacha lavz qildim. Xudo xolasa besplatni yetkazib beraman mana. Quloq hammasiniki butun. O'zini haqiqiy bitillar ekan. Aloqa chiqasizlar akalar, haqiqiy udorlari kelgan akalar, buni tomosha qilib ham maza qilib ko'raverasiz. Ratta mundayroq yo'q akalar. Urbollikka ham ishlayveradi. Nimaga yoshidan to'lib bo'lgan 6 oylik bemalol bor mashg'ullar. Umuman o'ylanadigan joyi yo'q. Xudo xolasa akalar, yana yangi ko'rayotgan akalar bo'lsa, like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh bundan ham yengilroq narxda, bundan ham go'zallarni chiqarishga harakatini qilaveramiz. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa akalar, aloqa chiqasizlar, ishni bitiramiz. Jonivorlar. Sifatini ham qarang qo'zlarni. Birortamda yo'q.